Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi obyektimizni tugatdik. Bu 9 etajdan iborat xonadonimiz. Bu xonadonimiz Yangiyo'sh ko'chasi, Andijon shahar Yangiyo'sh ko'chasida Ugolodor ro'parasida joylashgan yangi domlardan biri. Mana obyektimizga kiramiz. Bu obyekt tugatdik. Xudo xohlasa nasib qilsa mana yaxshi yillarimiz mana bu. Mana tepadan tushayotgan simlarimiz. Mana hammasi tepadan ketyapti mana. Mana sekin ketyapti mana tepadan. Hamma yo'q bekilgan mana. Xudo xohlasa nasib qilsa mana ichkari xonamizga mana tashqaridan ham kirdik mana. To'shdi mana. Bunday o'tamiz. Mana o'shada ключатор rozetka bor. Mana tepaga bitta nima qilib qo'ydik. Uyda egasi aytdiki, biz patolog qilaman dedi. Endi mana burchadan kiradi. Burchadan kirgan. Bitta rozetkamiz bor mana rozetka. Xudo xohlasa nasib qilsa bu yerda nima qilaman mana. Endi mana bitta rozetka bor mana. Bu yerda yo'q mana. Xohlagan joyiga nimasini qila oladi. Endi mana joylarga mana ko'rib turganingizdek, tepadan ketyapti. 4 santimetrda hisobini olganmizki, işte bu samolyot chiqsa ham, samolyot simga yetib bormaydi. Albastr o'zi qisib qoladi. Albastrda ushlatganmiz bularni hammasini. Mana albastrlab chiqqanmiz. Hurmatli obunachilarimiz, mana ko'rishlar mumkin. Hamma yoq joy. Mana bu yerda ham tashqarida bu hammomda vichkasiga, hammomda освещенияsiga, bu yerda rozetka bor. Mana ko'rib turganingizdek, u ro'parada nimaga? Yerda kir mashinaga. Mana ummanlikka joylashgan, ummanlikning nimasi bor? Rozetkasi. Mana bu освещенияmiz, mana bu joy. Bu kavlab qo'ygan hisobi qo'lsa 5 karatga bo'ladi. Montajning ichida joylashgan bo'ladi. Xudo xohlasa nasibsa simlarimiz hamma mustahkam. Mana bu xonaga ham tashqaridan kirgan. Mana tashqaridan kirgan. Mana siz ko'rib turibsiz, hammasi joyida. Endi mana bu xonaga ham sim mana tashqaridan kirgan. Освещенияsiga ham, rozetkasiga ham. Endi bu oshxona qilaman dedi, kuxnya qilaman dedi. Mana bu рабочий zonamiz. Bu холодильник dedi. Bu рабочий zonaga rozetka dedi. Bu varishli panelga pastga spichkasi bilan elektrический duxovkalarga qiladi. Mana bu vichkaga. O'rnatga umniy kotol qo'yaman dedi. Umniy kotolni stabilizatorga rozetka. Mana bu televizor dedi. Mana bu televizor pastdagi balkonda освещенияsi. O tepadagi rozetkamiz, tashqaridan rotorga Tokyo. Xudo xohlasa nasib yaxshiga rozetka qo'yibman. Rotorda qo'yaman dedi. Wi-Fi tashqaridan olib kirib qo'yaman. Wi-Fi ga teshib qo'yganmiz o'sha yerda. Mana bu освещенияsi. Mana bu rozetka ключаторы. Xudo xohlasa nasib qilsa отделкалab bir silo shpakilovka qolganda kelib nimalarni qo'yib, kovsalarni qo'yib, podrazdelniklarni qo'yib, Xudo xohlasa rozetka ключаторlar qo'yib beramiz. Endi mana bu zaliga kirdik. Buni men mehmonxona qilaman dedi. Endi u yerga konditsioner, tashiga rozetka, bu yerda освещение, ikkitasini tashlab qo'ydikki, bittasi manaqa joyga, bittasi o'rtaga dedi. Ashuni hisobiga, o'shaga bitta ключатор, bitta ikkitali rozetka qo'yib qo'ydik. Endi ashunga bu yerdan kiramiz. Mana bu spalniga kirdik mana. Spalniga to'g'rida rozetka. Va tashqari mana bu yerda ключатор rozetka. Ключатор rozetka bu yerga qo'yib qo'ydik mana. Bitta ключатор rozetka. Mana bu joyda TV zona, televizorga antena, televizorga rozetka. Xudo xohlasa buni yana mana uy bitganda, tayyor paklich bo'lganda yana bir obzor qilib beramiz. Bu simlar tashlangan holatdagi obzor. Mashina o'zingizlar bir xulosa chiqarib, kommentlarda bizning ishimizga bir baho berib qo'yasizlar endi. Hurmatli obunachilar, o'zimizni ishimizni taraqqiy etishi uchun qilayotgan ishlarimiz bu bizni. Mana shu yerda mana simlarni uzoq yil
muddatda xizmat ko'rsatish uchun qilgan ishlarimiz. Mana buni albasterlab qo'yishimiz, simlarimizni korroziyadan saqlash uchun, ko'p narsalarni saqlash uchun mana hammasi, mana shu yerdagilar hammasi 3 sm, 4 sm devor ichi o'yilgan, o'yib ichiga tiqib qo'yilgan. Mana shu samolyot ursa ham samolyot yetib bormaydi. Hech qanaqasiga mana shu yerlarda mana hamma yo'g'i qilingan. Xudo xolam nasib etsa, uyimizni bitgan holatidagi nimasini ko'rasizlar, xudo xolasa. Kommentlarda o'zingizlarni fikringizni bildirib o'tasizlar. Shu albasterlayotganimiz, o'yib albaster qilayotganimiz to'g'ri qilyapmizmi, noto'g'ri qilyapmizmi? Agar to'g'ri qilayotgan bo'lsak, to'g'ri qilyapsizlar, noto'g'ri qilayotgan bo'lsa, noto'g'ri qilyapsizlar deb aytib ketasizlar. G'ishli devorlarda ham, suvoq qilinmagan devorlarda ham mana ko'rdinglar ishimizni. Hammasida devorlarni o'yib, betongacha o'yib, mana shunaqa qilib albasterlab qo'yamiz biz. Albasterlab chiroyli qilib qo'yamiz. Чтобы uyda egasi baraka topsin biz ishimizdan, qilgan ishimizdan deb qilayotgan ishlarimiz. Xudo xolam nasib etsa, fikringizni bildirasizlar degan umiddaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishguncha.